Bu brendni bilmaganlar bo'lmasa kerak. Serizit Henkel. Henkel kompaniyasini bilasizlar. Germaniyada qurilish ximiyasi bo'yicha nomer 1 kompaniyalardan bittasi. Serizit bo'lsa, shu kompaniyani brendi hisoblanadi. Yangi Jami 2-do'konimga izolyatsiya mahsulotlari, gruntovka, rangli fugalarini olib kelib qo'yganman. Meni xursand qilgani boshqa narsa. Meni xursand qilgan narsa qo'limda katalog bo'ldi. Bundan 5-6 yil oldin xuddi shu katalogni o'zim ishlatgandim. Qattan bildim, bilasizlarmi o'zimnikiligini. Ustiga bor ranglarini plamastirda chizib chiqqandim o'sha paytda. Shu katalog aylanib kelib o'zimga qaytib kelib qoldi. Rossiya bozorlarida ham Serizit brendini bilishadi, ustili qanaqa sifatdaligini. Rostakasimiga professionallar sifati. Sizlarda ham bo'lganmi 5 yil, 10 yil oldin ishlatgan narsalar qo'lingizga qaytgan joyi? Yangi Jami 2-5 ga o'rasizlar. Serizitni har xil ranglardan qo'yib qo'yganman.